Qo'lingizni ko'raylik, qani. 5-o'rin sovg'amiz. Sovg'amiz. O, o'rtoqlar, men 5-o'rin. Hozirgi kunda hammaga kerak bo'lgan narsa. Tanlang. Orasidan oling. Hop. Qani. Parangizga ham chiqarib beray. Biz ham ko'p olganmiz, nimagadir chiqmayapmiz. Omad bu o'rtoqlar. Zumratxon 990lik. 08 999 90lik 999 08 88 yo'q 98 ekan. 08 98 mana. Ko'rishinglar mumkin, bu yoqqa ham ko'rsatib qo'y jonli efirdagilarga. Bu jonli efirimiz uzilgan-ku, qarab turing. Mana, suhbatlar. Mana nomerlari. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Ovozlari kelmayapti. Boshqadan qilaylikmi? Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zumratxon siz bo'lasizmi? Farg'ona shopdan telefon qilyotgandim. Farg'ona shopdan narsa oluvdingizmi? Nima? Ha, men o'zimman. YouTube chiqdi sizga. Ha. Nima yutib oldingiz? 608lik Dermapod yutib oldingiz. Tabriklayman. Voy, rahmat. Nargizaxon o'zingizmi? Ha, kelib olib keting. 5-o'rinda sizni yutug'ingizni kelib olib ketsangiz bo'ladi. Dermapod yutib oldingiz. Navbatdagi yutug'imiz ham o'z egasini topdi. Alloh rozi bo'lsin. Men uzoqda edim. Bemalol qachon Qachon bo'lsa ham kelaverasiz, a? Qachon kelasiz? Qaytasiz? Nimada? Bir haftaga boraman. Bo'ldi. Nima bo'lsa, uzoqda bo'lsangiz dastavka ham chiqarib beraveramiz demoqchiman. Kelsangiz ham yaxshi bo'lardi o'zingiz. Kim tortadi? Keling. Yo'q, o'zim boraman-ku. Endi keyingi sovg'amizni aniqlab olaylik. Mana keyingi sovg'a mana shu. Mana 5-o'rindagi sovg'amiz ham o'z egasini topdi. Zumratxon opa, uni tabriklayman.